Berishingizga nima ovqat qilib qo'ying? Yangicha ovqatlaringni ichishga muzeyroq narsa olib kelaman. Xo'p. Nima zakaz tushganini o'zingizlar eshitdinglar. Sizlar bilan birgalikda yo'lak kebab tayyorlaymiz. Tayyor shashlik uchun qiymadan foydalandim. 2 dona piyozni qirg'ichdan chiqazamiz. Maydalangan kashnich hamda ziravorlar. Shpashkalarga shunaqa taxlab morozilikka jo'natamiz. Kebablarimiz qotvorgunigacha esa qizib turgan yog'da kartoshkalarimizni orqa oldini qip-qizil qilib pishirib olamiz. Yo'lak kebab ko'pchilik uchun yangilik bo'lmasa kerak, lekin men turmush o'rtog'imga shu paytgacha pishirib bermagan ekanman. Formasi qotvorgan yo'lak kebablarimizni qizib turgan yog'da orqa oldini pishirib olamiz. Oxirgi jarayoniga yog'ini kamaytiramiz, kartoshkani ustidan kebablarimizni terib, ozgina suv qo'yib dimlab qo'yamiz. Bu vaqtda esa kirlarimizni 100% koreyskiy mahsulot bo'lgan ko'pinpilisi, parashok va kapsulalarda yuvib oldim. Hidi 72 soatgacha turadi va umuman allergiya bermaydi. Yo'lak kebablarimiz ham tayyor. Hidi va mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Shunaqa retseptlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.